Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql-idrokning, ilmu donishning asosidir. Hayotni yaratuvchi murabbiyidir. Barcha kitoblar milliy o'zligimiz hamda umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etishga xizmat qiladi. Men Nafisa Mavlonova abonement va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmatida faoliyat ko'rsataman. Kutubxonamiz tuman markazida joylashgan bo'lib, aholining barcha qatlamlariga xizmat qiladi. Kutubxonamizda kitobxonlar uchun mo'ljallangan o'quv zali mavjud bo'lib, bu yerda kitob ixlosmandlarining kitob o'qishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Axborot kutubxona markazimizda yil davomida turli xil tadbirlar, mahalliy yozuvchilar bilan uchrashuv kechalari muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Markazning foydalanuvchilar soni 9249 nafar, kitob berilishi 37500 dona, qatnov 16500 nafarni tashkil etadi. Maftuna davlat va axborot kutubxona markazining axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmatida faoliyat ko'rsataman. Kutubxonamizda foydalanuvchilar uchun barcha sharoitlar mavjud. Ma'lumotlar bazasida elektron va audio kitoblar, QR-kodlar, videorolik, booktrailer, booktuber, skanerlashtirilgan kitoblar saqlanadi va ma'lumotlar bazasi kunlik yangilanib boriladi. Bundan tashqari, Telegram kanal va gruppa, Facebook, Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kutubxonaning ish faoliyati jarayonidan lavhalar bilan tanishtirib boriladi. Men Safarva Umida axborot kutubxona markazining fondlarni to'ldirish, saqlash, ularga ishlov berish xizmatida faoliyat ko'rsataman. Kitobxonlarning talab va istaklariga binoan kutubxonamiz fondi turli xil adabiyotlar bilan boyitilmoqda. Insoniyat tarixidagi eng buyuk ixtirolardan biri bu yozuvdir. Uning ixtiro etilishi insoniyatning kelajak avlodga ma'lumot qoldirishi uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Bibliografiya bularning barchasini bizga yaqqol aks ettirib beruvchi manbadir. Men Barfiya Safarova axborot kutubxona markazining axborot bibliografiya xizmatida nafaqat kitoblarning, balki o'lkamiz tarixi, madaniyati, unda faoliyat olib borayotgan barcha soha vakillarining hayot yo'lini kitobxonga axborot xizmatini ko'rsatib